Azamatjon, manzilga adashmadingmi jo'ra? Yo'q, manzil shu. Kim bor? 2026-yil ot yiliga uyimni dahshat remont qilmoqchiman. Xullas, yangilikni uyimdan boshlamoqchiman. Yangilab beringizlar. Xo'sh. Azamat 2026-yil otlar yomon quturadi jo'ra. Ha, usta bor. Qilamiz, tamom, tayyor biza. Nimadan boshlaymiz jo'ra? Oyoq yetishdan. Yetish oyoq. Singlim, kvartira nechi xona? 3 xona. 3 xona. Buni bir xona qilib, katta qilib buzamiz hammasini. Oshxona, hammom. Yo'q, hammasi открыто bo'ladi. Zo'r bo'ladi. 2026-yil ot yiliku choptirib yurasiz. Qanday shu gap? Zakonni qilib bersalaringiz bo'ldi. Bo'ldi, tamom. Kofe damlang. Boshlaymiz işte. Usta bor, bitta yomg'ircha olsa, mazza qilib dam olsa. Shuni, endi yili bilan qo'ymaydimi paqirlab. Ha, usta bor. Ha, usta bo, nima? Usta bo. Abet zerkaladi deysiz-da. Ha, to'g'ri. 2026 ot yiliga hamma narsamni yangilamoqchiman. Garderobimda, mashinamda, yuzlarimni operatsiya, xullas, chutki bo'lmoqchiman. Ha, yilingiz otda. Yo'q. Quyon. Azamat, bu bizlarda alla yo'qdi. 100% ot bu, qara. 100% ot. Bizlarda alla pulimizni bermoqchi bo'lmoqdi bu. Ko'tar bunaqa quyoningni, biz bu yerda ishlamaymiz. Erta pulga ham bu allaydi bizlarda.